Bitcoin kriptovalyutasi halol yoki harom? Keling bu haqida ahli ilm vakillari nima deganligi, qanday fatvo berganligini diqqat bilan ko'rib chiqamiz. Islamic Finance Guru birinchi navbatda ushbu saytga kiramiz hamda bu yerda dunyoga taniqli bir qancha ahli ilm vakillarining kriptovalyuta, xususan Bitcoin haqidagi fatvolari haqida so'zlari yozilgan. Misol uchun Muftiy Faraz Adam yoki Muftiy Muhammad Abu Bakr, Ziyad Muhammad. Keling shulardan birini hozir fatvosini so'zma-so'z shu yerda o'zbek tiliga tarjima qilamiz. Matnni belgilaymiz hamda to'g'ridan-to'g'ri o'zbek tiliga tarjima qilamiz. Mana yuqorida tarjima paydo bo'ldi va buni sizga o'qib beraman. Muftiy Muhammad shu yerda bu mavzuni batafsil tahlil qildi. Uning shaxsiy xulosalari shundan iboratki, Bitcoin joizdir. Chunki u qimmatli va valyuta birjalarida mavjud bo'lib ko'rinadi va bugungi kunda bir qator do'konlar va platformalar tomonidan qabul qilingan to'lov vositasidir. U shuningdek bu yangi rivojlanayotgan sanoat, narxlar o'zgaruvchan va yo'qotish xavfi borligini yanada ehtiyotkorlik bilan qayd etadi. Agar sizga bu haqida yanada ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, islom moliyasi bo'yicha boshqa olimlarning ham fatvolarini mana shu yerda o'qib tanishishingiz mumkin. Ushbu videoni kriptovalyutalar nojoiz, harom degan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.